Hozir urush yo'q. Tinchlik zamoni. Tinchlik bu xotirjamlik. O'yin kulgu, to'y tomosha. Tongda nur sochgan quyoshni tabassum bilan qarshi olish. Bu tinchlik. Внимание! Говорит Москва. Dadajon! Dada! Akamdan xat keldi. Urush boshlandi. Yo'llarimga ko'z tikkan mehribonim onam. Endi bu maktublarim sizlarga yetib bormasligini bilsam ham yozaveraman. Yaratgan egamdan yana sizlarni ko'rib, bag'rimga quchmoqlikni so'rab ko'nglimda bir umid ilinji borki, yozaveraman. Sen men bilan uzoqqa keta olmaysan. Ikkimiz bekorga o'lib ketganimizdan ko'ra, sen omon qolganing ma'qul. Seni xalq sayladi bolam. Xalq ishongan odam adolatni, haqiqatni unutmasligi lozim. O'z kelajagimizni o'zimiz qurishimiz kerak. Ba'zan biz o'rmonda yashirinib olgan qaroqchilarga bas kela olmayapmiz. Bu yerlikka o'xshamaysan. Qayerdansan? O'zbekmi? Xans, barcha materiallarni yaxshilab o'rganib chiqing. Kazbek uddabiron va ayyor dushman. Ishonchim komil. Siz Reyx manfaatini himoya qila olasiz. Ritsarlik nishoni bilan shamshir sizni kutmoqda. Partiyani ishonchiga kirib olib, Amazondan ish olib borayotganlar ko'p. Gapni cho'zmasdan ochiqchasiga gaplashsak. Ba'zilarga yoqmas ekansiz. Agarda menga biror korxot bo'lsa, meni Yaxshi niyat qilishimiz kerak. Biz hali vatanga, vodiyga qaytamiz. Vaqt bo'ldi. Undan ajralib qoldik. O'zingiz asring, oyi. O'g'lim. Men Mamadali Toffoldi o'g'li. 20 yoshda harbiy xizmatga ketib, urushga birinchilardan bo'lib kirgan. Fashistlar lageridan qochib partizanlarga qo'shilgan. Bosqinchilarni ayovsiz qirgan. Rishtonlik partizan Kazbek.